shu 2-3 minut yaxshi erkaklarni xohishini deb shunaqa ajok kerakmi organizm izolyasiya qilib. Mana qarang, shiykangiz yaxshi emas, qachon ko'ringansiz oxirgi marta, shunda eroziya bor. Qinni ichi devorlari kuyib yotibdi ajok bo'lib. Siz bilmayman nima achchiq toshni o'zini tiqib yubordingizmi u yoqqa? Bu yoqlari yaxshi toza. Kuyib yotibdi ajok bo'lib. Xo'p, opa bitta pereks bering, mana shu ichini olib tashay, ajok bo'lib yotibdi. Yo'da pH degan muhit bor. O'shani darajasi kislotali. Kislotali ham 4,5, undan oshiq emas. Nima uchun shunaqa bitta muhit paydo bo'ldi? Xudo tarafidan bu muhit kislotali bo'lgani sababi bu qinni ichi o'zini o'zi tozalab turishi kerak. Biza обработкаlar qilsak, o'zimizdan o'zimiz unqullab обработкаlar qiladigan bo'lsak yoki bo'lmasa mana hozir kuyib yotibdi qinni ichi, tashqarisi ajok. Har xil o'sha qin toraytirishi nima? Sostavi achchiq tosh, boshqa hech narsa yo'q u yerda. Bujmaytiradi, toraytiradi, kuydiradi. pH muhit o'zgarib ketadi. Keyinchalik o'sha joydan sassiq выделение keladigan bo'ladi. Bakvaginoz degan narsa bor, baliq hidi keladi. Shunaqa bo'lib qoladi. O'shaning uchun mumkin emas u yoqqa hamma narsani tiqish keragi yo'q. O'zi juda ham tor, возрастingizga nisbatan 10-15 yoshga yosh qilingiz. Keragi yo'q. Hamma